ganhar ibope. Senta no revólver, tu posta no TikTok. Gulistonliklar uchun eksklyuziv test amalga oshiramiz. Kia Sonet avtomobilimizni mana ko'rib turishingiz mumkin. Naq 5 ta motokultivator bilan test qilib ko'ramiz. Kia Sonet avtomobilimiz 1,5 tonnaga yaqin og'irlikka ega, 100 ga 9 sekundda chiqa oladigan 115 ot kuchiga ega bo'lgan Kia Sonet avtomobilimizni qani test qilib ko'ramiz. Ushbu motokultivatorlarimiz 7 ot kuchga ega bo'lgan 5 ta motokultivatorimiz bilan 115 ta ot kuchli hozir mashinani tortqizib jang qilib ko'ramiz. Agar ushbu videomiz 10 ming ta like yig'adigan bo'lsa, ana undan keyin 18 ta motoblok bilan mana bunday Kia Sonetni tortishib ko'ramiz. TikTok. Quer ficar famosa. Qani gaz beraman, kuchlaring yetarmikan? Qani ketdik. Quer ficar famosa. 5 ta motokultivatorni Ebimax motokultivatorini Kia Sonetga kuchi yetmadi aka. Endi nima qilamiz? Bu motokultivatorlarimiz har bittasi 7 ot kuchidan bo'lganida 5 tasi atiga 35 ta ot kuchi bo'ladi. Kia Sonetimiz esa 115 ta ot kuchi. Agar ushbu videomiz 10 ming ta like yig'adigan bo'lsa, ushbu 7 tali motokultivatorning 18 tasi bilan bitta Kia Sonetning kuchi shunda to'g'ri kelar ekan. Bularni ham tortqizib, jang qilib videolarni sizlarga qo'yib boramiz. Doim ham yaxshi mahsulot, narxi biroz qimmat bo'ladi. Sizga original mahsulotlar kerakmi? Motokultivatorlardan Ebimax asamallarni tavsiya qilamiz. Mashinadan esa Kia Sonet Kia Sonetlarni va Kia avtomobillarini sizlarga tavsiya qilamiz. Original mahsulot kerakmi? Ebimax Kia xalq xizmatida.